Ve qadrdonlar $750 Spark nima deyapti mana 3 yilgacha halol nasiya savdo qilib Bobur akamdan bomba yangiliklar. Ha Bobur aka qaydasiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Mustang obunachilari va mana hamisha Tiko brend jamoasi sizlarning xizmatingizda. Bu safar o'ta zo'r yangiliklar bilan Yo'q aka. o'ta bomba qilib yuboradigan qilib chiqardik narxni. Gap bo'lishi mumkin emas. Aka $750 ga 3 yilga halol nasiya rostmi? Aka bu haqiqat, yolg'on emas. $750, $650 dan bu halol nasiya savdoga 3 yil muddatga variant asosida qildik. Bundan keyin davomiy qilamiz bu ishlarimizni inshaalloh. Mana bir qator obzor qilib, mashinalarni bitta tanishtirib o'tganmizda, qo'shimcha prizlariga mana $750 ga Spark desak, $750 ga o'zimizga, muxlisga, obunachilarga bor ana davennisi bilan 3 yillik davennisi, sug'urtasini ham 1 oylik to'lovini ham ichida qilib beraman. Va hazillashib olamiz narxni bo'ldi. Rostdan banglatib $750 puli borga eshitib qo'yinglar, qayta aytib o'taman. 1 oylik to'lovi, 3 yillik davennisi, cheklov sug'urtasi bilan mana men prizga qilib beraman aka. Ana bo'lmasam baraka qadrdonlar, bunaqasi bo'lmagan, videoda oxirigacha ko'ringlar, bugun bangillaydi deyapti-yu. Aka bu necha yil? 18 mi 9 mi? 2018. Ikkinchi pozitsiya. 82 ming yurgan. Video davomida общий ko'rsatamiz. Tanishtirib o'tamiz. Gap yo'q. Bu yerda mana Matizlar, Matizimiz bor. Variantga so'raganga Damas bor. Kelishtirib beramiz. Yo'q, hech kimdan qarz olmayman desa, arzon narxda Tiko'miz bor. Tiko minaman deganlarga. Tikoda variant so'rasa, variantini ham Tiko'nikini ham aytib o'tamiz. Xudo xolasa, gap yo'q. Eng birinchi like bosasizlar, podpiskani bosasizlar, obuna olib, zo'r qilib ko'rib qo'yasizlar-da, fikringizni kommentariyada qoldirib qo'yinglar, xudo xolasa sizlarga xizmatdamiz. Gap yo'q. Mustang Tiko brendidan, xudo xolasa, Tiko brend jamoasidan, xudo xolasa bomba yangilik. Kamerani o'zim olay aka, chiroyli qilib, xudo xolasa sizlarga hozir bomba qilib narxlarni tanishtiramiz, holatlarini tanishtiramiz. Bobur aka, Qastamondan ketdik. Aka, shundan boshlayveramiz. 2018. Motor hadovoy korobkalari zo'r. 82 ming yurgan, benzinga, gazga yuradi aka. Naqd pulga kelishadigan bo'lsa, naqd pulga ham kelishaveramiz. Variantga so'ragan akalarga $750 puli bor kelsin, aloqaga chiqsin. 3 yil muddatga variant qilib beramiz. $200 dan aka minishyapti. Arenda minishyapti. Biz shuni arenda minmasin, bizga variant qilsin. Biz berib yuboramiz. Arenda hisobida. Arenda hisobida. Yolg'on emas, fake emas. Qanday bor, shunday to'g'risini aytyapmiz. Chiqimi yo'q mashina. Hech qanaqa rasxod yo'q. Bir qator polniy saloni yo'q, hamma yo'g'ini obzor qilib olasiz. Gap yo'q, mana qadrdonlar, mexanika ikkinchi pozitsiya bo'lishiga 3 ekana yo 2 mi? Aka 3 bu. 3-a? Biz 2 deb yoribmiz, 3-pozitsiya aka. ABS konsonet. ABS hamma yo'g'i bor. Xo'p, Toshkent motor, gazi bor, akkumulyator, pul, hamma yo'g'i joyida ekan. Mashina xudo xolasa tayyor holatda aka. Xo'p, ballonlari ham 15. Salonga keladigan bo'lsak, mana salonlar holati, poli, chexol, bar, audio sistema o'ziniki, video registrator, mashina tayyor ekan haqiqatda. Даже pultlargacha bor mana. Mana pultlari mejigar. Mejigarlargacha bor. Gap yo'q. Mana qadrdonlar. Ballonlar 15, zadvitlari bor, orqada mana ko'rinishlari, metan bor. Orqasini ham ochib ko'rsatib boramiz mana. Mana yangi aka, 65 talik metan joylashtirib qo'yilgan chaklari. Kraskasi qanday buni aka? Kraskasi alpacholarda u yerda petnosi bor xolos, lekin hech qanaqa kaltagi yo'q, pashti toza hisobida. Xo'p, aytib o'tamiz. $750 puli borga aka, shuni variant asosida kelishamiz. Bizdan prizi 3 yillik davensi, sug'urtasi, 1 oylik to'lovini qilib beramiz. $750 ichida. Mana sindiraman degani meni sindirib yuborsin aka. Ana bo'lmasam akalar, bunaqasi bo'lmagan gap bo'lishi mumkin. Yo'q, unaqa pulga qarz olmayman, boshqa qilmayman. Yengilroq mashina minaman deganlarga mana aka, $500 puli borga 5 oy muddatga variant asosida chiqarib beraman buni ham. $500 puli borga. Ana bo'lmasa 5 oygacha korobkalari zo'r. Nima deyapti mana akalar? Общий summa $1800 ga chiqadi aka. 1800 bo'ladi общий. Xo'p. Motor hadovoy, chiqimi yo'q xudo xolasa. Oldi chaklari, akkumulyator yangi, xo'p. 3 litrlari,
Mana ko'rishinglar mumkin, motorlari rasot qilmaydi ekan. Pechkalari rasot yo'q, pechkalari ham yo'q ishlaydi, даже suv sepadiganlar ishlaydi. Ha, suv sepadiganlarga. Bitta aybi labovoy xudo xolasa. Mana salonlari, stoka, patolog, bar, lilolum, magnitofon hamma yo'q joyida. Orqada mana ko'rinishlari. Hamma dokumentlar bo'ladi. 500 puli borga. 500 puli borga aloqaga chiqishadi, qilib beramiz. Naqd pulga ham kelishaveramiz akalar. Xudo xolasa. Katta qarz olmayman, yengilroq mashina minaman degan akalarga mana shu tikoni qilib beramiz. Ro'zg'orga, xo'p, oilaga, kam chiqim, zo'rda yugur-yugurlarga. Ay, albatta, dalaga, Ha, dehqon bilan shug'ullanadigan akalarga dehqonchilikda xizmat qilamiz. dastavka ham qilib olib borib beramiz. Bizni dastavkamiz xudo xolasa vodiyga bepul, voha tomonlarga qish kunida to'g'ri tushunasizlar, kelishilgan holatda yetkazib olib borib beramiz. Avvalambor hujjatlari joy-joyida. Bo'laveradi. Bunisi-chi? 98, narigini yili 97 da aytmabmiz. 97. Bu 98, motor, hadovoy, korobka hamma yo'q, zo'r holatda, pechkalargacha ishlayapti. To'rtta baloni yangi holatda aka. Generalni ham chiqaradi. Generalning egalaridan chiqadi. Narxi ham o'ta qimmat emas. 1250 dollarga xudo xolasa kelishtirib qilib beramiz aka buni. Kelishamiz, a? Kelishib qilib beramiz xudo xolasa. Gap yo'q. Xo'p, salonlaridan ketdik mana. Eshiklari, chexol, polik. Korobkalari 5 talik aka. Yurishtirishlari zo'r. 5 talik. Mashinani mana holati. Mana. Qadrdonlar, mashinalar prosta monka qilinmagan, zapaskalari ham bor. Xo'p. Generalnilar chiqadi xudo xolasa aka. Chiqadi. Vodiyga dastavkamiz bepul, benzin, hamma rasxoti o'zimizdan xudo xolasa. Bo'laveradi. Xo'p, aloqaga chiqishaveradi. Aloqaga chiqishaveradi aka. 97 miz bor bitta mana. Yo'q, men hech kimdan qarz olmayman. 2 dona qo'yim bor, shunday sotaman, bitta tiko olaman degan akalarga propan gazlari bilan 650 dollarga mana shu mashinani chiqarib beraman. 650 dollarga katta. 650 dollarga chiqarib beraman aka. Generalni chiqaradi? Aka faqat oldi sotdik-a, generalni chiqmaydi. Ha. Mana oldi holatlar. Salonlari chiroyli, matsidinalar qo'yilgan, tayyor holatda. Propan gazlari bor aka. Propani ham bor. Propanlari bor aka. Mana mashina. To'rtta baloni zo'r holatda aka, yurishtirishi yaxshi. 650 dollarga mana qarz bo'lmayman deb, ha? Akalar bitta oldin olib ko'rib qo'yinglar, shuncha mehnat qilyapmiz. Ha. Bunaqa naqdi chiqadi yo'q. Yo'q. Istab topib harakat qilib chiqaryapmiz. Xudo xolasa. Bitta oldin qo'yib ko'rib qo'yinglar. Yangiliklar, arzonlari faqat Bobur akamda. Imkon qadar yangilik qilib, shu musofirda akalar, uzoqdagi akalar, bozorga sharoiti yo'q, ishdan bo'shamayotgan akalar mana shu holatda YouTube kanaliga bir kira Mustang'da bitta yozsa chiqadi. Shuni ko'rib o'taveradi aka. Shunchaki bitta lakni bosib, pattis ko'p qo'ysa bo'ldi. Gap yo'q. Matisimiz-chi aka? Aka 2003. Xo'p. Motor, hadovoy, korobkalari zo'r. Yurishtirishda ayb yo'q. Metan gazi bor. Ruxsatlari bilan buni 500 dollar puli borga, akalarga, qiziqqan akalarga 10 oy muddatga variant asosida kelishtirib chiqarib beramiz xudo xolasa. 500 puli borga. Naqd pulga ham kelishaveramiz. Generalnilar egalaridan chiqadi xudo xolasa. Xo'p, 10 oyga bo'lsa, общий summa qanday bo'ladi? Oylik to'lovlari? Endi aka, oylik to'lovlarini kelganda, ko'rganda, kelishamiz. Mashinani yoqtirsa, minib ko'rsa, bo'ldi, yoqdi desa, shunday kelishib turib, kelishuv asosida chiqarib beramiz. Ana. Endi chunki biz narxni aytamiz, o'tib bering deydi, savdo qilamiz hozir. Savdo qilib, shunga qarab, shunga qarab Mustang'dan kelganman, savdo qilaman deb, bemalol aka, dadil cho'ntagida bor pul bilan, sharoiti bilan, imkoniyati bilan savdo qilaveradi aka. Bo'laveradi, mana akalar. Yurishtirishlari yaxshi, tayyor mashina, kira qilaman degan akalarga, oilaga, u yoqqa, bog'cha-moqchaga xizmat qilaveradi. Sandiqlarning motor korobkalari zo'r aka. Yurishtirishda ayb yo'q. Oladi, minadi, rasxot qilmaydi. Rasxot qilmaydi? Xudo xolasa rasxot qilmaydi. Bunisi-chi aka? Xo'p aka, 2013 salpacholarida petnolari bor. Xo'p. Old orqalari butun, to'rtta baloni yangi, tonirovkalari qilingan. Salonlari ham o'ta go'zal holatda aka mana. Sidinalari cho'ymagan yangi holatda. Prostoymi bu? Aka, Prosto Lux rollari gidrolik. Ha, rol gidrolik. Oppoqdan minaman degan akalarga, qiziqqan akalarga. Magnitofon, gaz, pas hamma yo'g'i bor ekan. Yurishtirishlarida ayb yo'q, mana orqa salonlari. Qani? O'ta chiroyli holatda aka, yoqadigan xudo. Kolonkalari bor ekan. Metan bor ekan, yumshoq balonlar qo'yilgan ekan mashinaga. To'rtta aka yumshoq balonlardan qo'yilgan, yangi. Mana aka. Necha yil buni yili? 2013 aka. 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Yaxshi tiniq ekan oldilar. Holati yaxshi aka. Xudo xolasa yoqadigan mashina. Necha Hujjatlari avvalambor joyida. Aka narxini 3200 dollar
o'tib beramiz xudo xohlasa. 3200 kami bor. 3200 kami bor. Kelishtiramiz. Kelishtirib Generalni chiqarib chiqadi. beramiz. Aka generalni egalaridan chiqarib beramiz xudo xohlasa. Varianti yo'qmi bunga? Aka varianti yo'q. Mabodo puli yetmagan bo'lsa, bank qilib beraman desa kelishilmayveradi. Bo'laveradi. Bank Naqd orqali pul asosida bank orqali kelishilmayveradi. tushunarli. Mashina tayyor ekan. Bu yumshoq balonlarda holatlari zo'r. Holati zo'r aka. Aloqaga chiqaverasizlar. Narxlar o'ta qimmat emas akalar. Xudo xolasa imkon qadar aytilgan summalardan imkon qadar tushib berishga harakat qilamiz. Mana bo'lish shu ekan. Manaqa ekan emas. Kelasizlar, ko'rasizlar, yoqtirsanglar, savdo qilib olasizlar xudo xolasa. Xudo xolasa aka. Xo'p, Damaslarimiz-chi? 2015 aka. 2015. Motor korobkalari zo'r, moslarida ovozlari yo'q, yurish-turishlari yaxshi. To'rtta baloni zo'r holatda. Xo'p. Metanga benzinga yurib turibdi aka. Xo'p. Bunimizni $650 puli borga 3 yil muddatga variant asosida qilib beramiz. Buni ham aytib o'taman. 3 yillik davenisi, sug'urtasi hop o'zimiz qilib beramiz aka. $650 ichida. 650 ichida qilib beramiz. Ana Pashti noldan bo'ladi. Damazlarni ko'chada arendani 100 ming so'mdan minishyapti aka. Ha, O'ziga qolib ketadi xudo xolasa. arenda hisobida. Arenda hisobida o'ziga ozgina mehnat qiladi, o'ziga qolib ketadi. Hamma yo'g'i bor ekan-a, chexol, Tayyor stoka, mashina. patolog, bar, lilolum, polik, zashtnik, xo'p, balonlari mana 13. Xo'p, salonlari go'zal xudo xolasa, yaxshi holatda. Mos, motor, hadovolari zo'r ekan. Xo'p. Mana qadrdonlar, metallari bor. Mana aka eshigini quplab qo'ydim. Orqadan ko'rinishlari. Mana. Sidinalari mana holati chotki turibdi, chexollar qadab qo'yilgan, lilolum qilib qo'yilgan. Akkuratni chiroyli haydalgan ekan mashina. Mana orqadan ko'rinishlari mashinaning holati, podnoshkalarigacha hattoki bor mashinada. $650 ga $650 puli borga akalar gazini bosib yuboringlar. Bunaqa narxlarda. Men mana ko'p kanallarni kuzatib boraman. Ana sindirib yuboraman, bunday qilib yuboraman deydi. Bizda haqiqat $650 dedik, $750 dedik Spark'ni. Shu narxlarda kelishtirib variant asosida qilib beramiz xudo xolasa 3 yil muddatga. 3 yil muddatga. Gap yo'q. Bunaqasi bo'lmagan. Chiqmaydi aka, bunaqa imkoniyat kam chiqadi. Endi biz shu narsalarni yo'lga qo'ymoqchimiz, xudo xolasa davomiy qilsin, inshaalloh qilamiz xudo xolasa. Xudo xolasa Biz sababli ko'p odamlar mashina, ya'ni 500-600 puli bor odamlar juda ko'pda mashina minaman degan. O'zini ishlatsa ham o'zidan o'zi chiqarib oladigan holat qilib beramiz xudo xolasa. Xudo xolasa gap bo'lishi mumkin emas. Aloqaga chiqamiz akalar, mana tayyor, Damas bosamiz. Nexia'mizchi aka? Aka Nexia'miz 2009, motor hadovoy korobkalari zo'r. Xo'p. Har doim o'tgan safargi obzorimizni ham qo'yganmiz bu narsani. Aha. Imkon qadar pul bo'shatib yuborishga beramiz deyilgan. Xo'p. Asha $2900 qo'yilgan, $2900 dan yana o'tib beramiz xudo xolasa aka. O'tib beramiz. Samning gilamli mashinaning holati yaxshi, to'rtta baloni zo'r. Olib, bitta Matiz deb yengilroq Matiz pulida bo'lyapti xudo xolasa. Gap yo'q, lyuks ekan mana mashina. Monitorlari bor, chexol, bar, xo'p, polik, hamma gazlari bor aka, yurish-turishi zo'r. Rasxodlari yo'q. Mana balonlari holati. Prosta mashina mo'ka qilinmagan. Endi havojicha aynib turibdi akalar, to'g'ri tushunasizlar. Mashinalarimiz jicha mo'ka qilinmagan, lekin kim bilandir kelishib qolsak, chiroyli qilib mo'kaxonaga berib, yuvib, tozalab, qo'llariga topshiramiz xudo xolasa. Gap yo'q. Dastavkalar xudo xolasa bo'lyapti. Dastavkalarimiz vodiyga mana har kuni, hech bir kunda bir mahal borib kelyapmiz. Bittadan mashina tashab kelyapmiz, uyganimizcha. Vodiyga bepul dastavkamiz. Vohaga akalar kelishamiz, akalar, to'g'ri tushunasizlar. Vohali akalar juda ko'p aloqaga chiqyapti. Dastavkamiz qanaqa bo'ladi deb yo'l kirasini o'rtada qilamiz. Masofa uzoqligi, kelishuv asosida o'rtada qilib beramiz xudo xolasa. Gap yo'q. Nomerlar qaysi aka? Aka telefon raqamimiz 99lik 006 0533 94lik 812 0020 raqamlarga aloqaga chiqishadi. Yana bir bor ekranda qoldirib qo'yamiz raqamlarni. Manzilimiz Andijon shahar, Hakan City deb mana dom tushyapti aka. Yo'lni bo'yi. Bu chap tomondan kelganda Yangi bozordan keladi. Bu tomondan kelganda Bog'shamol tomondan keladi, o'rtada. Raza tushunmagan akalarga aloqaga chiqishadi. Telegramdan, WhatsAppdan lokatsiyalar tashlab beriladi. Tashlab beriladi. Gap yo'q. Qadrdonlar mana ko'rdinglar, xudo xolasa narxlar bomba bo'ldi. Variantga so'raysizmi, naqd pulga so'raysizmi, hammasidan bor xudo xolasa. 3 yilgacha variantga
$650 ga arenda hisobida uzib yuborasizlar mana. $750 ga mana qadrdonlar, xo'p, Spark почти yangi desa ham bo'ladi. Mashina ideal sostoyaniyalari. 3 yilgacha variantga. Variantga mana Tiko'lar bor, $500 puli borga aloqaga chiqib olasizlar. Matizlar Naqdga $650 bor. Hech qanaqa qarzdorligi yo'q, banki yo'q, birovdan qarzi yo'q. Hech qanaqa nima yo'q. Shuni $650 beradi, o'ziniki bo'ladi mashina. gap yo'q. Bosamiz. Bobur aka. Kamchiliklarimizni kommentariyada yozib, faqat so'ymasdan akalar motivatsiyani bersanglar, bundan da ko'proq qilib, ko'p insonlarga maqsad yaxshilik qilish imkon qadar chiqarib beramiz. Gazini bosib yuboringlar akalar. Gap yo'q.